Ha mayli shoh aktiv uchun kelganini bilaman. Bu Razokni bor-ku, Razokni kirishasi ketib qo'ygan, qishloqda turadi bu, tog'da. Svet ham yo'q, ha u qishloq. Shaharda ko'rasin ha? Ekonomilar shaharda ko'rasin, gandonlar. Men shaharga turaman, men shaharga. Ha, men Ey shaklar. Mana Давай, go battle нахуй. Skaman, ağzınga skaman ova. Давай, ekonomilar skaman. Yalan ham shartni bajar onangiz. Ola shoh. Va jinni savun bilan hamma o'ziga o'zimi bu ko'tingga Komplet, skamoz seni. Kamozi, ol uni, adabret qil. Birru eki. Budik. Sen budik Budik. bilan gandon. Bilik! Budik. Bilik! Ha lakay. Ha lakay. Lakay. Budik. Lakay. Bilik! Lakay. Men laqaydan Laqay. men laqay. Tu lakaylu. Tu budik. Конечно. Tu lakaylu. Budik. Budik. Saraba onu darbadan. Akajo yaktı notet. Akajo oham yakalizi. Akajo. Akajo mu yakalizi? Sen lualisan. Sen mazangsan. Lakaysan. Mazang nagu bu kuchib yetmakka. Men ko'sham ketdi. Ayol muqaddas. Mazang luali. Masayotga kunatma mekbedi. Ozman tuban men ko'sham. Mazang. Budik. Bilik! Onu ishigim. Mazang. Biyingni ko'tiga ski budik. Mazang beyingi kötüyüngi sike mazang. Mazanglar. Bilik budik. Mazanglar. Mazanglar. Ana. O bitti bize demez ha. Burada hem şu gelsin bana. O şok. O şok. Çok kula Demeyin peygamber ha. olmayalım. Shoh ko'tini kameraya qarat. Shoh tishga ursa bo'ladi endi polni. O luali. O lakay. Luali. Mazang. Lakay. Luali. Mazang. Akoho. Akajon. Ne bu gandon odamga gap beradimiz? Bu gibbanmi? Bu nima gapiradi? Bu O kola. ne bu odamga gap beradi? O kola. Men shartda o'ynayman bu bilan. Chiq bor. Mana shart qilaman, jim turaversan. Qilasanmi shart? Sen o'tir shu yerda. 5 ta gel odamlar 5 ta ikkalasiga. Hammasiga tamommi? Yana bitta gel akalar. Молодцы. Все отлично. Все путем. Все отлично. Все отлично. Все отлично. Все отлично. Çıksan yakışımızdan turdun mu? Geleceğim mi ebette? Ebete gelersen. Qo'toqaytib kel ha, kel. Alex aylanib yuraveradi. Alex hamma joyni aylanib, hozir mana oq bo'ri ko'rdim. Bunga urmayapti bu, men bunga. Razok budik. Ham shohga urmayapti mana. Qolganlar hammaga uryapti. Men ko'tga urib bermayapti. Yo urdimi bugun? Ha? Urmadimi? Ko't ekanmi biladi. O Alex ham budik ekanda. Yana nimaga tiqyapsan sen? Jinnib qopsan bilan. Zek. Nima senga urmaydi, qolganlar hammaga urib chiqdi. Nima senga urmaydi biladi. Ya hammaga urib chiqdi-ku onangni siki. Zayiba. Yo'qala biladi sassig'i. Dami, ovozini o'chirib qo'y. Razok budik. Lakayo. Zek lakay. Razok budik. Zek Usta, mazan. gapaga ushkunet. Zek wali. Gapaga sharti bozi kunet. Kuchib yetmak kerak.
Тебе ведь покерам, когда он шарт ба, калинга скаман котток. To'rtta kartoshkada gret. Peshinash bizanit. Tamam. Kunesh bazanem chiqay, kunesh ba kunizga kash bazanem. Kunashma meyzanem hozir. Kunashma, tuba kunashma meyzanem hozir. Chiqay cho'rtta kartoshka. Kragas kunashma meyzanem. Kunizga kash bazanem chiqay. Hey, kesak bo'la yasilgan. Razo. Kunizga kash bazanem, radnoyo kunizga kash bazanem. Перчатка ram oda kunizga kash bazanem. Zek aytani gandon ismini Razo. Kimegi? Eshitdim. Isfarangi jinni tu dinda kusplik. Kallak ba keramman. Kunteo ardu. Zeka kunash ba kartoshka zane. Yo'lga chiqsa qarab o'tiraman. Yo'lga chiq. Kunizga kash ba kartoshka zane. Ey, buduk. Alaqay. Alo. Charta bozkunet. Charta bozkunet jan. Alaqay. Zemgo Charta ilaqay. bozkunet. Sagba vakasna kumaba may. Nima degani? Shartni bermangizik. 3 ta tarilka onangni ketiga. Qochdi-ku harom o'lgur. Kusplik. Hey! Show! Biyingni omiga qochyapsanmi? Ha? Biyingni omiga. Biyingni anam cho'miga qochyapsanmi? San jelalega. Biyingni omiga qochyapsanmi? San jelalega не делаешь, san jelani не делаешь, ты не делаешь, долбоёб. Ты не делаешь, как ты проигрываешь, бежишь нахуй. Ты долбоёб не делаешь. Хорошо. Laban. Boshni kerak qilma buduk-ku. Damshini tinja. Davay bozi. Ты гандон, бежишь же. Buduk, men qochmayman. Buduk. Давай. Sen если qochmayman, если qochmagan cho budi? Qochmagan. Kishi betma keram, qochmagan. Din nahvu kallet bakieram. Kusplik. Kishi betma keram, qochmagan. Bilat, nega senga urmayapti Alex? Ya qattan bilay, nima qilay mali? Bobo, ishlaring yaxshimi, bobo? Hammaga uradi, nega senga urmaydi onangni? Yana tomosha qilib o'tiradi bu yerda. Ben o'zi aka to'g'risi uxlayotgandim, hozir efiringizga kirsam, meni majlisni sikatgan ekansiz. Yaxshi dam oling. Odamlar yaxshi dam olinglar, men uxlay. Men kechadan beri uxlaganim yo'q. To'xta. Nechga olding ertalab kecha? Ko'rib olgan nechga olibdi bu odamlar? Nechga olibdi? Ko'rib olinglar. Usmonov, hayot ishlayapsizmi? Kartir. Молодец, mujik. Ozanachi 3-7 ga olibmi? Assalomu alaykum. Üçü 7 Ozan'a çellem mi? Bullet. Akalar profilini obro'yini ko'tarib olaylik. Mashina o'zi yurib turgan profil-ku. Ko'tarib olaylik obro'yini. Aka. Topga ham chiqmagan-ku bechara. Qo'tag'am olmabdi-da. Geli urib odamlar. Geli. Mana shu profilni obro'yini ko'tarib olaylik akalar. Iltimos. Qo'ldan kelgancha. Пожалуйста. Iltimos, brat. Qilgan tomonlaringizni aytishingiz bu yaxshi, bu kerak. U paxtani bilasizlarmi, xatda qo'yishadi. Hozir aytsam yana yozib olishadi-da. Keyin yozib olishadi, ana kechaganga o'xshab ustundan yozib, keyin ruvidagi chaqirishadi jalab. O'shaning uchun umuman jonli efirlardan qo'rqib qoldim. Shu bor, qaltis gaplardan
Kesatiq gaplardan ham qo'rqib qoldim o'sha. Kecha Ruvidagi borib 4 soat o'tirganman. Hech kimdan uzr so'raganim yo'q. Hech kimdan tilim qisiq joyim yo'q, lekin baribir nahvu menga bu narsa kerak emas edi. Ruvidada 4 soat umrim o'tdi meni. Konkretniyda kerak emas edi. Hammasi mana shu jonli efirdagi ana ipris qila yozib olgan videoni keyin bitta odamni rasmini qo'yib qo'yib turib, az estet mana shu odam haqida shunaqa dedi degandan keyin o'sha odam az estet men haqimda shunaqa gapirgan deb yozgan ustimdan. Shunaqa. O'shaning uchun bu chiqib qolib jonli efirda na birovni yaxshi yomon tomonlarini gapirishga qo'rqib qoldim. Paxta deyishadi. Na birovni yomon tomonlarini gapirishga qo'rqib qoldim. Bu odam yozib yuryapti. Nima qilish kerak jonli efirda? Nima haqida gaplashamiz sizlar bilan? Qanday, nima haqida gaplashsak ekan? Nima mavzular bor o'zi? Qaysi mavzularga kim aqli yetadi? Xohlasanglar kosmik kорабльlar haqida gaplashamiz, koinot haqida. Xohlasanglar Titanik cho'kkan haqida gaplashaylik. Uni birov ustidan yozib yormasa kerak. Titanik cho'kkan haqida gaplashsak. Misol uchun, yoki nima haqida gaplashsak ekan? Qo'rqib qoldim kechagi voqeadan keyin, mana shu jonli efirni yoqmayman dedim, sizlarni sog'inganimda o'sha yoqib anaqa qilyapman. Mana shu jentira bizani poylayapti. Mana shu jentira, mana shu jentira bizani poylayapti. Tushunasizlarmi shu bola meni poylayotganiga? Mana gazni bosmayapti. Men yetib olishimni kutyapti. Mana ko'rgili kelyapti, mana ko'rdinglar mana. Ana. Chalsangiz ehtiyot bo'ling. Mana shunaqa. Tak, nima haqida gaplashamiz ekan? Mana svetofor haqida gaplashamiz. Svetofor 3 ta chirog'i bo'ladi. Yashil, qizil, sariq. Yoshligimizda qo'shiq bo'lardi. Qizil yonsa qimirlamang, sariq yonsa sabr qiling, yashil yonsa yaxshi boring, endi mana sayl qiling dedi. Nima haqida endi mavzular qilamiz ekan jonli efirda? Odam qo'rqib ham qoldi. Birovni maqtasang, jalab paxta qo'yasan, birov yomonlasang ustingdan yozyapti. Nima haqida gaplashsak bo'ladi? O'zim haqimda ham gapirishga qo'rqib qoldim. O'zim haqimda gapirsam boshlandi keyin. Yil otasi bu dalboyob o'g'lini Tailandga olib borib qizlar bilan uchrashtiradi. Nima jalab? O'g'lim geymi biladi, bolalar bilan uchrashtiraymi? O'g'lim 16 yosh, eng testosteron miyasiga urgan payti, cho'qqiga chiqqan payti. Xohlagani bilan tanishadi. Men o'g'il katta qilyapman, to'lka katta qilmayman. Hozir endi mana shu translar ko'payib ketgan haqida translarni gapirsang, unisi u yoqdan ataka qilyapti jalab. Domlalar haqida gapirsang, bunisi bu yoqdan ataka qilyapti jalab. Nima haqida gaplashsak ekan jalab. Mana mebel magazini qaranglar, mebel magazini. Kelinglar mana mebel sotib olinglar, uylaninglar, to'y qilinglar, mebel sotib olinglar. Mana Novostroyga bu yoqda reklama, sotuv bo'limi yozib qo'yibdi. Uy sotib olinglar. Mana bitta akva mana. Nima haqida gaplashsak ekan, onangni so'kinishga qo'rqib qoldim jalab. Nima qilsak ekan oxirgi paytda jalab. 2 yil oldin ham maza qilib jonli efirlar qilgan ekanman-da. Shunaqa temalar qilardik, mana bilgan qadrdonlar biladi oldin. Shunaqa mavzular kelardi. Hozir undan ko'p mavzu keladi. Ishoninglar, men javob berib aytaman. Shunaqa jonli efirlar qilgim kelyapti, oldingidaqa jo'shqinlanib, obrazlarga, emotsiyalarga kirib, million dizayn konsertda qolib ketadi. Ishoninglar, shunaqa mavzular bor-da hozirda, ayniqsa pasayni bilaman. Prosta o'sha qo'rqib qoldi odam bilan. Hech narsani gapira olmayapman o'sha. Pikiga kelgan payt aziz ko'tingni qislayapman. Bo'ldi, qo'y, mayli, shularni kuldirma, shu mingta odamni kuldirmaganda kuning yaxshi o'tadi. Hech kim sendan zaylini yozmaydi. Kuldirma, hech kim senga chiqib vizib tashab video qilmaydi. Shularni kuldirma, hech kim rasmini qo'yib turib, men bidaras, bu bizlardan emas, bu bambu haqida shunaqa dedi. Dashi komment yozishga qo'rqib qoldim. Shu kuni bitta domla deb o'zini Instagram sahifasiga
profilini ochgan bitta Instagramdagi domla haqiga yozdimda, kommentiga yozdim. Kechki payt yozibman, uyqudan oldim. 11:da, 12:da yozib qo'ymanda. Endi u domla gapiribdilar. Erkak mana bunaqa bo'lish kerak, erkak mana bunaqa bo'lish kerak, erkaklarga erkak qanaqa bo'lish kerakni aytibdilar endi. Keyin tegi yozdim, domla. Gap yo'q, sizga endi aqlingiz zo'r ishlaydi. Endi qaysi domlaringni aytmang. Hozir endi shuni ham yozib olishadi hozir. Hozir ekran zapis ketdi hozir shu. Mana shu nima qilsamda o'sha domlar rasmini qo'yishadi. Xullas, o'sha odam deylik, voy onangni nima so'z ishlatishga ham qo'rqib qoldim. O'sha odamni kommentiga yozdim. Chotta bez bo'lsa, ha deb erkak qanaqa bo'lish yoki boshqa mavzularni lo'qki mavzularni ko'taravermangda. Davay bir 3 kun pivo festivali bo'ldi. Biz sportga yoshlarni boshlayapmiz. Targ'ib qilyapmiz necha yildan beri sog'lom hayotga. Siz kelgan undan tashqari mana yaqinda Jennifer opamiz keldilar. Sahnada o'zingizlar ko'rdinglar qanaqa holatda chiqqanini. Jennifer opamiz juda bir ajoyib go'zal ayol. Bir joylarning chiziqlariga anaqalari kirib ketib, anaqaga tushibdilar raqsga. Keyin kamiga sahnada bir erkak bilan o'pishdilar va bir ayol bilan ham o'pishdilar. Shuni vatanimizda poytaxtida shunaqa narsalar bo'layotganiga bir video qilib chiqing, hurmatli o'sha inson deb yozdim-da profiliga, kommentiga. Yozsam jalab, ertalab tursam, voy onangizga kommentda sen kod bizlardan emassan, ilm ahliga nima deding? Bu odam qarochi, badandagi terlagan teri ham oqsa ham sani so'ligingdan toza. Sen iflos bu odamga gapirishga qanday jur'at etding? Topfagan alamga sen chochog'ing bilan mosha tortishni bil. Xo'p, tortaman ham. Dalshi tortaman, u meni muammoyim. Bizda rast chiqib hammaga papanyati gapirdim, mana qanaqa bo'lish kerak. Qanaqa bo'lish kerak degandan keyin hammaga bir xil gapirishga chotta bez bo'lish kerak-da. Odamini tanlab, vaziyatni tanlab gapirish kerak emas. Gapirish kerak yani. Hammaga birdek. Og'ir lavozimdagilarga ham gapira olish kerak. Oddiy xalqi 4 ta blogerchani hamma topib hozir. Birovni xotiniga birov xo'jayin. Men-ku qarshiman. Endi xotinini kontent qilib olib chiqishiga, endi uni qarshiligimni quruq gap bilan emas, men amalga ko'rsatib qo'yganman. Misol uchun meni hech kim ko'rmagan, misol uchun ayolim yoki boshqasim bilan video qilganimni. Misol uchun, to'g'rimi? Oila u muqaddas dargoh. U misol uchun ona unaqalardan kontent qilinmaydi. Misol uchun-da, maksimum o'g'lim olib chiqaman. Lekin hozir shunaqalar paydo bo'lgan. Buvni xotiniga birov xo'jay. Senlar xotinlaringni olib chiqyapsanlar, eri xotin qilib. Senga farqi yo'q emasmi? Mayli, u uni xotini. Xohlasa kontent qilsin, xohlasa, demak ularning oilasida shunaqa muhit, birovni oilasiga birov xo'jayin, birovni oilasiga birov xo'jayin. Hamma aqlli, hamma bilan biznes jalabi. Birovni oilasini kreditini bilib to'lamayapti-ku, to'g'rimi? Xotiniga birovni xotini chiqib o'tgan bo'lsa, qarama. Yana vayla qilishdi. Aka, xotini chiroyli ekan desa, bu bola endi butun Toshkentni qon qiladi-yu, bu orqamizdan ketyapti-ku bu jentira xaltdan beri ana. Yo'li boshqa joyda edi bu bolaning kamisi. Yana vayn qilishibdi amada. Ana nima dedi? Aka, sizni xotiningiz zo'r ekan-a, yangi anaqa rasm qo'ysin, ikkinchisi, "Sen nima deyapsan? Meni xotinim haqida" desa, u vaynda videoda keyin uni nima dedi? Nima? Botib ketdimi? Oqib ketdimi? Kecha ko'rdim, profilida qo'yibdi-ku, like bosdim, maza qilib qaradim, deb qo'ydi. Unisi endi obraz kirib, yo'q-ey, xato qildim. Kechiring desa, unisi unaqa emas-da.
boshqacha qilish kerak, erkak boshqacha. Sen jalab nima ishing bor bro, anaqasi bilan, jinni bilan. Yoqmayaptimi, ko'rma bilan maqlasa u o'zining yoqidagi xotini xohlasa video oladi, xohlasa yechintirib olib chiqib qo'yadi. Misol uchun-da, menga mana shu farqi yo'q, ishim yo'q ular birovlar xotini kim u, nima qilyapti ular, video olyaptimi. Yaxshi video bo'lsa olqishlab qo'y, baxtilab qo'y. Yomon nazarda qarayotgan balki illat seni o'zingning ichidadir. O'zingdir shunaqa yomon inson. Misol uchun hamma bir-biriga xo'jayin, hech kim lekin bir-birini kreditini to'lamaydi. Hech kim bir-biriga ovqat qilib bermaydi. Hech kim birovning uyiga bir burda non ko'tarib, 1 litr yog' ko'tarib bormaydi-da, hamma bir-biriga xo'jayin bilan. Gold qachon chiqadi? Qo'yinglar, uka, sizga nima farqi bor? Qachon chiqadi? Chiqadi. Xudo xolasa. O'zi kecha shu mavzu bo'yicha ruvidaga kirib chiqdim. Shu savolni bermanglar-chi, yetadi. Hammasi yaxshi deyildi-yu, nechmarta aytish kerak yana, hamma video qilib chiqyapti. Hammasi yaxshi, yaqinda chiqadi deyishyapti. Bo'lmasam yuring, men gaplashaman, yoniga o'tkazib qo'yamiz, o'tirib chiqasiz ozgina. Yaxshi hammasi, advokat o'zining ishini qilyapti, qonun o'zining ishini qilyapti. Tez kunda yaxshi xabar bor deb kecha ham yetildi. Nima qilish kerak yana endi? Bular provokatorlar-da, mana shu emotsiyaga olib chiqsa-da, emotsiyaga olib chiqib, keyin mana zavodskiy nastroylarim buzilib ketadi-yu meni. Qoshlarim ketib, nima deyapsanlar desa, o'sha joyini yozib olsa-da, o'zim profiliga qo'ysa, bo'ldi. Menda unaqa jinni gaplar chiqmaydi. Yetadi, bunisi ustimizdan yozadi, bunisi jalab video qiladi. Yetadi, ukam. Boshqa narsa haqida gaplashaylik. Probka haqida gaplashaylik, mana probka. Mana probka. Jakartada, ya'ni Indoneziyada men bo'ldim. Balida, poytaxti Jakarta. Dunyoda probka bo'yicha top 3 talikda turar ekan. Ya'ni top 3 talikda, o'sha eng ko'p probka ekan. Probkani hal qilinglar deb ministriga, transport ministriga vazifa berilgan ekan. O'sha davay probkani yo'qotinglar, qarochi deganda ular o'ylab topishdi. Nima o'ylab topishdi? Qaranglar. Mashinada ehtiyoj, endi ko'proq odamlarga skuterda yuringlar, o'zi skuter ko'p o'tdi, mototsikllar juda ko'p. Skuterga o'tinglar, transportdan zaril bo'lgan holatlarda, 3-4 kishi bilan yurishingiz kerak bo'lgan holatlarda foydalaninglar deganda baribir hech kim eshitmabdi. O'shanda probkani kamaytirish uchun ular shunaqa ish qilishibdi. Ya'ni bitta mashinada eng kami 2 ta yo'lovchi bo'lishi kerak ekan. Ya'ni 2 ta yo'lovchi bo'lmasa, ya'ni shofer va yana 2 ta plus yo'lovchi bo'lmagan mashina ko'chaga chiqish mumkin emas degan qonun ish kuchga kiribdi. U qonun 1 yil ishlabdi. Va 3 ta odam bo'lmasa g'ayit o'tadi, shtrafga solar ekan. Mumkin emas degan qonun chiqqandan keyin yangi ish o'rin paydo bo'libdi Jakartada. Ya'ni qanaqa ish o'rin? Eshitsangiz dumalab tushasizlar. Shahar bu boshidan bu boshigacha mashinaning ichida o'tirib yurish o'zi $1 pulga aylanibdi. Ya'ni yo'lovchilar ostanovkalarda, yo'llarda turadigan bo'lib qolishibdi. Yo'lovchilar $1 uchun o'tirib berar ekan. Ya'ni men mashinamda Chilonzordan Maksim Gorkiyga borish uchun shunaqa qonun kuchiga kirib qolsa, bizda ham shunaqa o'ylab topishibdi-da. Chilonzordan Maksim Gorkiyga borishim uchun mashinamda bir o'zim bo'lsam bora olmayman. Mendan tashqari yana 2 ta yo'lovchi bo'lgandagina mashinaga ehtiyoj bo'lar ekanda, shunda bora olaman. Shunda men 2 ta odam olib olishim kerak. Endi 2 ta odamni har doim o'g'limmi yo onammi, otammi solib yuravermayman-ku. Postoyanno 2 ta odam bo'lmaydi-ku yonimda. Shunda yangi ish o'rin paydo bo'libdi. Odamlar yo'llarda turarmish, uzun bo'lib, kimga odam kerak bo'lsa, shoferlar to'xtab, u 2 ta odam ortib, darish yuradigan qonun shunaqa bo'lish boshlabdi. Va undan keyin probka undan battar bo'lib ketibdi. Tasavvur qilsanglarmi? Chunki mashinada to'xtaydi-ku yo'lda. Keyin prezident chiqib turib ministrga aytibdi, "Bilad, sen nima qilyapsan? Qarochi, bo'lmadi bu ishing, boshqa narsa o'ylab top" debdi. Boshqa narsa o'ylab top deganda yana yangi taklif aytibdiki, bitta yo'li shu. 6 qatorli, 8 qatorli yo'llar qurishimiz kerak debdi, ya'ni ministr. Keyin u aytibdiki, nargisi boshlig'i, "Yo, tashon yebsan,
Bu necha ming yillardan beri ikkita yo'l yuzida haramlar bor, boshqalar bor. Короче, buzishga ruxsat bermayman, siqilibda yuraveringlar mana shunaqa probkada. Jakartada probkada 8 soat, 6 soat turishingiz bu normal holat ekan. Tasavvur qiling, shu darajada dunyoda probka mamlakatlar bor. Bizni Toshkentimizda hali unchalik darajaga kelganimiz yo'q. Tasavvur qiling, shunaqa qonun kuchga kirsa, mashinada yurishingiz uchun eng kami ikkita odam olib yurishingiz kerak. Keyin har doim ikkita odam yoningizda yurishingiz kerak. Yaxshimisiz, yaxshi o'tiribsiz, qaq ketyapsiz. Shu ishga borib keling, yuring, men bilan borib keling. Keyin eng qizig'i ishga borgandan keyin ishdan qaytish ham kerak-ku. Bu bratan bilan birga keyin ishga ham kiradi, birga ishlashadi, gaplashishadi. Yoki men ko'klarni sog'lardim, qizlarni sog'lab $1 emas, $10 berib bo'lsa ham sekin anu yo'lovchilikdan boshqa kasbni ham prilagat qilardim. Yana $10 qo'shib beraman, o'zingizga masaj qilib qo'ymaysizmi? Aka charchamadingizmi? Kadrdasizmi? Joy bormi? Pulli bo'lsa ham rozimiz. Mana shu joygami? Quyoshga, yo sig'ishga sig'adi. Quyosh bo'lib qolibdi-da. Ma'lumotga qo'ysam odam keladi. Boringizga shukr aka. Hech bo'lmasa bitta abi topib beray sizga aka. Xo'p. Nima deyatdim? Bu rahmat akajon. Oka kim ko'p trenirovka qilishdan o'ynayman. Nimani o'ynaysiz? O'zingizgina o'ynang-chi, ha? Kelinglar zalga. Uzr endi zo'r jonli efirlar olib borolmayman, chunki ko'ryapsizlar oxirgi paytlar ustimizdan yozib yurishyapti. Sizlarga reklama qilgan duxiyimni hali ham sepib yuribman mana. Ishonmaysizlar. O'ylaysizlarki, blogerlar ko'p pul topadi, sportsmenlar ko'p pul topadi deysizlar. Mana 350 ming so'mlik mana. 350 ming so'm turadi. To'g'ri. Reklama qilganman, lekin o'zim ham sepaman shuni. Sen ey. Ul, onangni ketiga yibon biladi. Odam ham shunchalik bo'ladimi, bilay. O'z seni onangni eshaklasizsan, harom bachchanadan. Ul singlingni sikizan. Bilmayman bu ona. Alhamdulillah. Xudo urgan bola ekansan sen, onangni sikizan. Ne uyoqlik qilding buni, ne buyoqlik qilding, harom biladi. Bilmayman-da, mana mashta o'tiribdi biladi. Nima qilasan odamlarni ovora qilib? Men ovora bo'lmayman. Ben bitta zablokirutni bosaman, bo'ldi, ular jalab ovora sarson bo'lyapti. Spam tushyapti kirakashlarga, oilasini boqa olmayapti, arendasini to'la olmayapti. Shunchalik darajada past bo'lasanmi, harom ey. Singlingga ko'tiga sikiysan, yotishing bilan onangni sikiy, it o'limida o'lginsan onangni sikiy. Endi har narsa ebi bilanda 3 yildan beri qilasan, bir narsa chiqdimi, o'shandan bir shoxing chiqdimi, onangni sikiy. Yibon biladi. 3 yildan beri shu ishni qilasan, Endi bilad, bir ozgina bir nima bo'lish kerak edi. Odam deganda, salgina nima bo'lish kerak edi, bilad. Bilmayman onangni ketiga sikini haromini, bilad, durakmiz shunchalik darajada aqlda sen sog'amassan sen. Bu singlingni sikini qaysini kelganini bilganim bilan bloklaganim bilan boshqani ochib kelib o'tiradi-da. Haromda, bilad, durak bola ekansan sen, onasini sikkan bilad. Voy seni onajoningni sikiy. Nomer almashgan, WhatsApp nima qiladi?
Yo, asam buzilmaydi meni bilet. Men bu bola jinniligiga men bilet hayron qolaman. Bu psix bu bilet. Yo'q, to'g'ri. 3 yildan beri onangni ko'tiga sikiysan, ahmoq bilet. Nechta odamni bilet spam bostirib bilet nomerini o'zgartirishga majbur qilding sen. Yana o'zingni qarindosh urug'ing, ey. Andijonga taksi kerak deb yozadi Andijon gruppaga bilet. Namanganga yozadi, Surxondaryoga yozadi bilet. Voy sana onajoningni sikiysan, yibonni bilet. Galimiy ko'tagansan sen, ey. Galimiy ko'tsan sen, ey, onangni sikiysan. Meni daji esimda yo'q, kimlar bilan so'kishganimda. Sen onangni sikini esingdan chiqmadi, ey. Tavbalar qildim, astag'firullah. Tavbalar qildim, ey. Ey, tavba qildim. Meni esimda yo'q, ey. Meni esimda yo'q. Kimlar bilan urushganim meni biladi, kim menga dushman biladi, esimdan chiqib ketadi. Sen onangni siki biladi, qanaqa mujiksan sen, ey. Ey, tavba qildim, astag'firullah. Tavba qildim, astag'firullah. Tavba. Bilmayman da shuni, onasini siki biladi. Voy onasini siki. Odam ham shunchalik bo'ladimi? Jalab odam bir aqldan ozsa shunaqa bo'ladi-da. Bot o'ynim, o basharani qara. Anan basharasiga nima bo'lgan? Qarashini qara uni odamga. Mana shu qiz umraga ham borib keldi biladi. Shunchalik darajada Xudo urayotgani, Xudoning uyiga borib kelib ham ishidan chiqib ketdilar. Xo'ja ko'rsinga borar ekanda odamlar. Xo'ja ko'rsinga. Umraga ham borib keldi biladi. Xo'ja ko'rsin eganda biladi. Borib odamlarni biladi. Ziyorat emas, sayohat qiladigan tochkaga aylantirib yuborishdi-da. Zo'r. Assalomu alaykum. Qanaqa obro' biladi bu sharmandagarchilik. Qanaqa obro' jalab. O'ziga oq kelsa ham gapiryapti, qora kelsa ham. Hoppa. Mayli ichar ekanman. Men ichaman. Aroq ichaman, kayfda gapirgandirman. Bularchi? Ha? Men icharman, men kayfda. Bularchi? Tova. Xullas, короче.
Xullasda, короче, shunday. Mana Niginni qara jalab. Bu anu Dubayda kanister bilan o'ynagan qiz Niginmidi? Ha? Jalab. Znash, Dubayda ham amsikish qiyin ekanda, ha? Ha? Dubayda amsikish qiyin ekanda, значит. Qiyin ekan. O'shaning uchun men buni tuda bileti arzon tushar ekanda. Ya. Mana buni arzon tushar ekanda, bilat. Bordi keldi samolyotni bileti lучше u yoqda sikkandan ko'ra, u pulga buni olib keltirib bir hafta siksa bo'lar ekanda. O'zim ham o'yladim, bilat. Undan chiqdi. Uchma-uch yurgan ekanda bola, ha? Uchma-uch yurgan ekanda, ha? Bola. Shuncha arzonni qidirar ekanda. Bo'ldi, tushundim. Uchma-uch ekanda, o'shaning uchun men bu arzon lanka qidirar ekanda, bu yoqdan chaqirib olib sikib, o'tgan safar ham anu ikkitasi bor edi boyagi. O'zi ham jalab bularni qanaqa qiz desa bo'ladi bu anu. Farg'onadan ikkita qiz bordi-ku, Aziz bilan Maftunami. Voy, onasini siki. Bularni jalab Dubayda olib yurishga jalab or qiladi odam, ey. Tushunyapsan? Murdani qara, ey, bilat. Or qiladi odam, or. U qizlar bilan Dubayda ko'chada yurishga. Maftunku mayli uni yonidagisi bilat, ey. Bundoq kameradan qochgani bilat. Вообще donangni ketiga skijalab. Ular ham boyagi nima deydi? Dubayga chaqiryapti bizani, Dubayda maza qilib kelamiz deb borib qayt bormaydigan bo'lib keladi-da. Tushundingmi? Hech qayerga olib bormaydi. Hech qayerga olib bormaydi bularni. Bu pul yo'qda kechaga chiqib jalab stankada video olishadi постоянный. Kim u? Joshimi? Chayni qo'yib ber. Yo'q. Chayni qo'yib ber, telish. Qo'ymadingizmi hali? Yo'q, oddiy qo'ydi hozir, kelo. Telish. Terkopchik. Menga po'xo'y menga ye. Shummasbay bilet. Tavba qildim, astagfirullah, tavba. Bir tiyin ekanda jalab o'zi bilardim shunaqa bo'lishini. Qan gel. Sovuq qoladi hozir. Telga ol desa olmadingmi bu? Hop. Salom.
12 ming so'm.